hafta oldin Navro'zbekda adenoceptoplastika amaliyoti o'tkazganmizda, ya'ni burnida ham go'sht olingan va burun to'sig'ida qiyshiqlik to'g'rilangan. Hurmatli ota-ona, e'tiborliroq bo'lamiz. Navro'zbekda ozgina e'tiborsizlik sababi iyagimiz ozroq tushib qolgan, tishimiz ko'rsatamiz. Tishlar holatlari qichayib ketgan va tang'lay oz ocharing nanajon. Tanglayimiz oz katta ochamiz. Mana bu yeri chuqurlashib ichkariga kirib ketgan. Telefon yaxshi ko'rinmagan. Xo'p, shunga e'tiborliroq bo'lamiz. Iyak tushib ketadi, adenoe'tibor bo'ladi. Tishlar qichayib ketadi. Nafas olishi yaxshi emasligiga hisobiga doim og'izdan nafas oladi. Og'izdan nafas olish hisobiga shunaqa tishlarning holatlari o'zgarib ketadi. Tangli chuqurlashib ketadi. Hurmatli ota-ona, e'tiborliroq bo'lamiz. Xo'p, og'riq sezmadikmi Navro'zbek? Qiynalmaysizmi onajon? Bugun splintlarni oldik. Xo'p, nasib bo'lsa o'zgarishlar endi kuzatiladi. Kundan kunga yaxshilanish bo'ladi. Mana bu operatsiyadan 7 kundan keyingi natija. Hozir bu yerda qizarishlar, qonlar bor. Bu qo'rqinchli emas. Xudo xohlasa asta-asta bitadi. Bu o'rtacha 15-20 kundan o'tib bitadi. Pervazga kelib turish kerak bo'ladi, chunki bu yerda shilliq yig'adi. Shilliqlar burunni bitkazib qo'yadi, biz tozalab turamiz va bitib bo'lgandan keyingi jarayonni ham ko'rsatamiz. Shunaqa.